Liksimizni davamlaştırmaz, hürmetli vatandaş. Bugün çislağa 2023 yıl 12. ayının 30. günü. Yani bir közayını kimden nerede koygandı mendine? 30. günü. Mavzumundaq. 30. günü şembe mavzumundaq vatandaş. Ukrayna prezidenti Zelenskiy Vatikan'dan Papa Fransisko bilen birlikte tinchlik layihasini muhokama qildi. 80 devlet qo'lladı. Mavzuli xabar 12. ayının 29. günü Vanbetor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Şu yer vaqti 12. ayının 28. günü Ukrayna prezidenti Zelenskiy mundaq ko'rsatdi. Men Vatikan Papa Fransisko bilan yangi suhbat o'tkazib, ikki taraf Ukrayna o'tirib qo'ygan 10 turlik tinchlik loyihasi xizmatlarini ilgari surishni o'rtaq muhokama qildi. Bizning bu loyihamiz 80 davlatdan qo'llashga erishdi. Vatikan Papa Fransisko 12. ayının 25. günü Christmas bayramiga nutq so'zlaganda urush ve to'qinishni oxirlashtirishni murojaat qildi. Cümleden 2 yil davomlashgan Rossiya-Ukrayna urushini oxirlashtirishni chaqiriq qildi. Pop Fransisko tayinlagan italiyalik qizilto'lliq boshpop Matteo Zuppi Ukrayna, Rossiya, Amerika va Jungo qatorliq davlatlarni şu münasebetlerini ziyaret qildi. Yani Pop'ның tayyorligi Ukrayna urushini oxirlashtirish. Masalan, loyiha Zelenskiy bilan birga bundan avval Vatikan Papa Fransisko yuqorqi qizil to'lliq bosh popni to'rt davlatni ziyorat qilishga Amerika, Ukrayna, Rossiya va Jungo. Bu Jungo'ni qo'shib olgani bo'lmabdi hisobda. Ukrayna prezidenti Zelenskiy Vatikandan Papa Fransiskoning Christmas bayram tabrik nutq so'zlaganda Ukraynaga tinchlik tilab duo talobat qilganligiga rahmat aytdi. Yani uni Ukraynaning tirishchanlik ko'rsatganligiga rahmat aytdi. Yani uning Ukraynaning tirishchanlik ko'rsatganligini qo'llaganligiga rahmat aytdi. Bir jumla kim qopti? Rossiya Ukraynaga hozir ko'rilib boqmagan bir ko'lamda hujum qildi. Polsha noma'lum uchar jismning Polshaga vatavalik uchib kirganligini bayqaldi. Mavzuli xabar Amerika ovozining xabari buningda mundaq deyildi. Amaldorlar 12. ayının 29. günü mundaq ko'rsatdi. Rossiya Ukraynaga hozirgacha ko'rilib boqmagan bir ko'lamda hujum qo'zg'adi. 122 dona raketa va bir necha 10 dona odamsiz aeroplan bilan hujum qildi. 27 nafar Ukrayn fuqarosi vafot bo'ldi. 144 nafar kishi yarador bo'ldi. Yana ba'zi fuqarolar xarobalik ostida qolib qoldi. Dairlar ölüm yetim işleri, yani yok kuru götürülüşü mümkün değişti.